Hurmatli Avtomobil 111 podpischilarimiz, ko'p vaqtdan beri biza YouTube'ni video kam ko'rib turadik. Xudo xohlasa, bundan keyin YouTube'ni maksimal darajada rivojlantiramiz. Siz aziz podpischilarimiz uchun qo'limizdan kelgancha ko'proq video ishlashda davom etamiz. Hozirgi kunda trend bo'lib turgan Cobalt avtomashinasini kerakli bo'lgan hamma narsalar bilasizlar Avtomobil 111 da bor. Bizda eng kuchli assortiment Cobaltga qaratilgan. Nima uchun? Cobaltga ko'pchilik qiziqadi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz hammasi mashin eng nomer 1 mashinani Cobalt deb bilgani uchun Cobaltga ko'p assortiment ekkak ko'pmiz. Xullas, hurmatli klientlarimiz, bundan keyin bizning YouTube kanalimizni postoyanniy kuzatib boringlar. YouTube kanalimizda bizda maksimal darajada video ko'p bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha harakat etamiz sizlar uchun. Xullas, bizani bilasizlar, 8 yildan beri biz shu yerda ishlaymiz. Tajribamiz dim kuchli. Eng muhimi, klientlarimizga to'g'ri maslahatlarni berib, qo'limizdan kelgancha yaxshi narsalarni tavsiya etamiz. Eng muhim narsasi esa sifat. Biza har doim sizlar aytganimiz, biza sifatni qadrlagan mijozlar uchun doimo xizmatdamiz. Endi esa ishga gap o'tamiz. Bu mashin bizning doimiy klientimiz. Shu vaqtgacha 2-3 mashin zabt berganmiz, yana bir mashinani zabt berdik. Ko'rasizlar, yana tushuntirib berib boraveramiz. Qaranglar. Cobaltda style variant eldini 1-2 nikellarni qo'yganmiz yana, bekini, pastini, tumanki nikellari, Cobalt degan yozuv nikellarni qo'yib berganmiz. Sirtida oynasini ten nikellari, vitraviklari. Xullas, mashinani eng ko'p mehr bergan yeri salonning ichki qismi. Marhamat. Hurmatli podpischilarimiz, mashinada birma-bir ko'rsatib beramiz yana. Eng ko'p pul ketgan yillarda bularda, misol uchun, toza mashinalarda bilasizlar, linoleum bo'lmaydi. Bu mashina biza linoleum ishlab berganmiz, germetik ishlarni ishlab berganmiz. Buni ustidan esa polik qo'yilgan, RS firmaniki, apelsin svetda qo'yilgan. Keyin undan tashqari obshipkaga koja apelsin svetda ishlangan, rol chexollari, bilek piano uchastlari hammalari ishlandi. Keyin esa mashinada eng ko'p yana rasxodlardan birisi xavfsizlik uchun ta'minlandi. Xavfsizlik misol uchun video registrator qo'yildi. Video registratorimiz ham yana eng yaxshisidan qo'yilgan. Ko'p tursa yana 3 kamerali salonning ichini zapt etadi. Mashin yo'lni oldi va yo'lning orqasini zapt etadi. Mashin o'zlaringiz uchun qulaylik uchun zatiladi. Har kim o'zining yaqadan sveti bo'ladi. Endi birovlar negativ yozishi mumkin, nima uchun mashinani ichi sapsariq, apelsin svet deyishi mumkin. Bu mijozimizga shu svet yoqadi, shu svet qo'ydi. Misol uchun kimdir qora svet yoqadi. Menga masalan qora svet yoqadi, kimdir apelsin svet yoqadi. Xullas, biza har bir mijozimizni o'zini yoqadan svetda ishlab berib bilamiz. Hamma svetdan bor. Imkoniyat bo'lsa bo'ldi, bizada ham narsa bor. Xullas, hozir bundan keyin ko'p yana trenddagi svetlardan birisi yashil svet bo'ladi. Yashil svet ham ko'p qo'yiladi. Davom etamiz. Mashinani back tarafdan ko'rsatib beramiz yana. Back tarafdan bir video ko'rsatib berik mijozlarimiz uchun. Xullas, hurmatli bizani kuzatib turgan mijozlarimiz, backini xudo xohlasa qo'ldan kelgancha YouTube'imizni rivojlantiramiz. Sizlar esa bizani podpishkab turinglar. Sizlardan bo'lgani bizani mehnatimizga bir arzimagan like bosasizlar, kommentariy yozasizlar, o'zlaringizni fikrlaringizni bildirasizlar. Bizani ishimizni shu ko'rib, qo'ldan kelgancha podpishka etasizlar. Biz esa videolarni ko'p qo'yib boramiz. Ish har kun bo'lib turibdi, lekin shu 1 yil davomida YouTube'imizni rivojlantira olmay qoldik, vaqt bo'lmay qoldi. Buyoqdan lekin qo'limizdan kelgancha rivojlantirishga harakat etamiz. Sizlardan bo'lgani podpishka, bizdan esa harakat va natija. Bizani kuzatib turinglar. Avtomobil 111 jamoasi doimo xizmatda. Biza sizlarni hamma vaqt yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lamiz.